Assalomu alaykum qizlar. Talabga muvofiq u sizni ignor qilyaptimi deb nomlangan mavzudagi videomiz, ya'ni u sizni munosabatda befarq qoldiryaptimi? Munosabatda e'tibordan qolib ketgandek his qilyapsizmi? O'zingizni avvalgi e'tiborini ola olmayapsizmi? Endi manipulyatsiyalaringiz ishlamayaptimi? Ayollik makrlaringiz ish bermay qo'ydimi? Demak, aynan bu video siz uchun albatta millionlab tavsiyalar, millionlab psixologik texnikalar mavjud, ammo biz bugun ularni eng asosiy 3 tasini saralab olgan holatda muammoga yechim izlashga harakat qilamiz birgalikda. Videoni oxirigacha kuzating va darvoqe Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Endi Telegramda ham siz bilan fikrlar almashish imkoniyatiga egamiz. U yerda sizni qiziqtirgan savol, taklif va fikrlaringizni ham qoldirishingiz mumkin. Demak, erkak sizni munosabatda ignor qilyaptimi? Befarq qoldiryaptimi? Bir narsa tabiiyki, ya'ni munosabatda qaysi taraf ignor holatini qabul qilsa, ya'ni munosabatda befarq qolsa, axir oqibat, ya'ni o'ylab ong o'ziga shunday bir illyuziyani yaratadi. Bu munosabatdagi muammo uchun, bu sovuqlik uchun u sizni axir aybdor qiladi, ya'ni ong sizni aybdor qiladi va siz mana shu yerda odatda ayollar noto'g'ri harakatlarni amalga oshiramiz. Maqsadimiz nima? Maqsadimiz albatta munosabatni tiklash, ammo bizni u maqsadga tomon qilayotgan harakatlarimizda xatoliklar bo'ladi. Bugun bu harakatlarni to'g'rilashni 3 usul texnikasi orqali ko'rib chiqamiz va bilingki, munosabatda agar erkak sizni ignor qilayotgan bo'lsa, siz ko'rib turgan sokin oqayotgan suvni ostida to'fonlar bo'lmoqda. Shiddatli oqim mavjud. Aslida siz ko'rayotgan manzara asl holatida emas, siz ko'rgan kabi emas. Bilasizmi nima? Ignor holatini qabul qilish, ya'ni munosabatda ignor holatiga tushish, rad etilish holatiga tushish bu eng yomoni. Nimaga yomoni? Bahsda, tortishuvda, er-xotin o'rtasidagi bir kelishmovchiliklarda yuzaga keladigan, biz yoqtirmaydigan o'sha talashishlar, gap eshitishlar, rashk sabab kelib chiqadigan janglar, bular hammasi munosabat hali tirikligini anglatadi. Ya'ni bu yerda bir jon borligini, bu yerda bir kuch borligini, ya'ni ikki taraf ham nimanidir bir-biridan istayotganini ko'rsatuvchi faktor, indikator hisoblanadi. Ammo befarq qolayotgan munosabatchi uni hech qanday reaksiya bermasligi sizga, hech bir so'zingizni ta'sir qilmasligi, hech bir xatti-harakatlaringiz unda yo'qotish qo'rquvini paydo qilmasligi, mana bu holatga kelib qolishi, bu holatni ayol kishi qabul qilishi bu juda ham og'riqli. Ya'ni bahsda, ziddiyatda, rad etilishda bu yerda tiriklik bor. Chidasa bo'ladi bunga qaysidir ma'noda, ammo chidab bo'lmas og'riq bu ignor holatini qabul qilish, befarqlikni qabul qilish. Ammo muammo shundaki, ko'pchilik ayollar biz odatda munosabatda bu vaziyatga tushganimizda ko'pincha bir yirik sababni qidiramiz. Ya'ni mana shu katta bir xatoyimizni qidiramiz. Nima yomonlik qildim? Nima xato qildim? Qayerda noto'g'ri qildim? Aybim nima meni? Mana shunaqa savollarni beramiz va yirik sabablarni qidiramiz munosabatni mana shu holatga kelib qolganida. Aslida esa sabab juda mayda bo'lib, bu bizni ayollik energiyamiz, ya'ni feminine energyni masculine energyga, ya'ni erkaklik energiyasiga asta-sekinlik bilan aylanib qolishiga sabab bo'ladigan mayda harakatlar asosida bu muammo shakllanganini aslida tan olgimiz kelmaydi. Aslida munosabat har ikki taraf roziligi asosida boshlangan edi. Ya'ni erkak egosi oxir oqibat hayratda qoladiki, ya'ni munosabatda hech qachon voz kechmayman deb tanlagan juftidan qanday qilib ichkaridan bu qadar uzoqlashib ketganini, bu qadar sovib ketganini o'zi ham tushuna olmay bir arosat ichida qoladi. Ya'ni bu vaziyat har ikki taraf uchun ham quvonchli holat emas. Siz ko'rayotgan o'sha befarq erkak ham aslida lazzatlanayotgani yo'q. Ammo xavotir olmang, bu hali hammasi tugadi degani emas. Avvalambor munosabatda siz tanlagan partnyor rostdan ham sizning insoningiz bo'lsa, ya'ni hurmatga, qadriga ega inson bo'lsa, munosabat avval boshida hammasi joyida edi, ammo ba'zi sabablarga ko'ra bu sovib qolgan bo'lsa, bu e'tiborsiz holatga tushib qolgan bo'lsa, bu vaziyatni to'g'rilashning imkoni bor. Ammo sizdagi munosabat qaysi turdagi bir munosabat ekanini bilmayman. Avvalambor bu haqida aytishni istayman, ya'ni izohlarda salbiy fikr bildirishga shoshilmang. Ya'ni hamma narsa ayolga bog'liqmi, hammasi ayolga kerakmi degan bir fikrlar sizda paydo bo'lishi mumkin. Men buni tushunaman va bilingki, siz tanlagan inson agar to'g'ri yo'lda, ya'ni siz uchun yaratilgan bir juftingiz bo'lsa,
Mana bu 3 usul texnikasi albatta sizni hayotingizda ish beradi. Agar ish bermasa, bilingki, sizning yoningizda turgan bu inson ehtimol yana aytaman, sizni juftingiz emas. Demak, gapni cho'zib o'tirmaymiz. Birinchi amaliy texnika. Diqqat qiling, birinchi usul bu erkak energiyasi bilan harakatlanishni to'xtating. Ya'ni muscular energy deb aytiladi bu psixologiya tilida. Bu energiya bizga xos emas. Ya'ni ko'p ayollar mana bunday fikrlaydi. Munosabat bir sovuq holatga tushib qolganda, uzoqlashuv paydo bo'lganda, o'rtaga bir masofa tushgan vaqtda ayollar odatda munosabatni to'g'irlash uchun nima qilay degan savolni berishadi. Qanday qilib uni ortga qaytaraman degan savolda odatda mana bu harakatlarni sanashadi. Uni o'tirib olib savol-javob qilaymi? Vijdoni qiynalsin, unga o'tmishni eslataymi, unga bergan va'dalarini eslataymi? Yoki bo'lmasam bizni o'sha o'tgan xotiralarimizni eslatuvchi bir ziyofat uyushtiraymi? Nima qilay degan bir harakatga boshlovchi bir energiya bilan harakatlanishni boshlashadi. Ya'ni bu yerda muscular energy bor. Ya'ni qizlar, bu hammasi erkakka xos energiya. Ya'ni bu energiya bizniki emas qizlar. Bu erkak energiyasi. Ya'ni bu nimadir qilishga undovchi energiya. Bu natijaga yo'naltirilgan energiya. Munosabatni jozibasi aslida ikki xil qutbni bir-birini to'ldirishi hisobiga hosil bo'ladi. Ya'ni munosabatdagi kimyoviy hissiyot aslida ikki taraf bir-birini to'ldirishi hisobiga hosil bo'ladi. Ya'ni plyus bilan minusni tortilishi kabi, ya'ni ikkita plyus bir-birini tortadimi? Yo'q, ikkita minus ham tortmaydi. Shunday ekan, sizdagi energiya ham harakatga undovchi muscular energiya bo'lsa, bu energiya albatta munosabatni buzadi. Ya'ni bu energiya munosabatga tushuvchi jozibani, munosabatda qoluvchi jozibani yo'qotadi. Demak, bu energiya, muscular energy, talaffuzdagi xatolik uchun uzr so'rayman agar bor bo'lsa bu yerda. Bu energiya bilasizmi, vazifasi nima? Bu harakatga undovchi energiya. Bu yetakchilik qiladi, bu energiya yo'l ko'rsatadi, muammoni hal qilishga urinadi va intiladi. Bu energiya erkaklarga xos. Va bizdagi energiya nima unda? Xo'sh, biz nima qilishimiz kerak? Bizdagi energiya qizlar feminine energy deyiladi, ya'ni ayollik energiyasi. Bu energiya qabul qilish, jarayondan zavqlanishni o'z ichiga oladi. Feminine energy odatda oqimga uyg'unlashish bilan o'ziga xos, ya'ni erkaklik energiyasidan ajralib turadi. Ya'ni u oqimga qarshi kurashmaydi. Nimanidir o'zgartiraman deb, nazoratga olaman deb talpinmaydi, intilmaydi. U oqimga uyg'unlasha oladi. U berilgan zavqni qabul qiluvchi, odatda beruvchi emas. Va bu tabiat qonuni qizlar, buni buza olmaymiz. Har qanaqasiga aylantirib qarasak ham bu qonunni biz o'zgartira olmaymiz. Bu tabiat tomonidan berilgan o'zgarmaydigan energiyalar. Munosabatda agar siz bugun muscular energy bilan, ya'ni erkak energiyasi bilan harakatlanishni boshlagan bo'lsangiz, ya'ni munosabatni nazorat qilishga, uni boshqarishga harakat qilayotgan bo'lsangiz, bilingki, siz partnyoringizga o'zini erkak his qilishi uchun joy qoldirmayapsiz va go'yoki u qilishi kerak bo'lgan ishni ham, u zavqlanishi kerak bo'lgan zavqni ham siz olib qo'yayotgan kabi muhitni oraga solyapsiz, munosabatga solyapsizmi? Munosabatdagi kimyoni mana shu orqali buzib qo'yyapsiz. Demak, munosabatda u avvalgidek emasmi? U sovuqlashib qoldimi? Xatti-harakatlaringizga bir e'tibor bering. Bugun siz qaysi energiya bilan harakatlanyapsiz? Sizda erkaklik energiyasi, ya'ni harakat energiyasi oshib ketgan bo'lsa, bugun bu haqda bir o'ylab ko'ring. Demak, birinchi qiladigan harakatingiz erkak energiyasi bilan harakatlanishni to'xtating. Munosabatda nima qayerda xato ketdi deb analiz qilishni to'xtating. Va munosabatni avvalgi holatiga keltirish uchun nimalar qilaman deb strategiyalar tuzishni, manipulyatsiyalar qilishni to'xtating. Mana bu muscular energiyalarni hayotingizdan chiqarishga harakat qiling. Uni o'rnini esa ayollik energiyasi, bor bo'lish va jarayondan zavqlanish, oqim bilan birga suzish energiyalariga e'tiborni ko'proq qarating. Ishoning, agar bu inson rostdan ham sizniki bo'lsa, u hayotingizga yana qaytadi. Ikkinchi asosiy amaliy tavsiya bu zaif ko'rinishdan qo'rqmang. Bilaman, bu mantiqsiz va ba'zan sizga bu so'zlar yoqmasligi mumkin, ammo biz baribir tabiat bir bo'lagi ekanmiz, unga qarshi chiqa olmaymiz. Tabiat bizni ayol qilib, ayol xususiyati bilan yaratdimi? Ya'ni ayol yordam oluvchi. Xohlaymizmi, yo'qmi? Bizga zaiflik roli yarashaveradi va shunday ekan, bu ham feminine energy, ya'ni ayollik energiyasiga xos xususiyat, yordam olish, zaifroq bo'lish, kuchsizroq bo'lish. Va bundan esa hech qachon qo'rqmang. Hattoki munosabatingiz ziddiyat holatida bo'lganda ham, ya'ni siz
ha, aytishingiz mumkin albatta. Qanday qilib u meni befarq qoldirgan bir vaqtda men ham himoyalanishni istayman. Ya'ni bu vaziyatda men ham istayman o'zimni unga befarq qilib ko'rsatishni. Aslida usiz ham yashay oladigan kuchli ayolligimni unga ko'rsatishni men ham istayman deb bunga astoydil harakat qilasiz. Ya'ni munosabat uchun siz ham hech narsa istamaydigandek soxta bir obrazlarni, sovuqqon bir niqoblarni kiyishga harakat qilasiz. Aslida mana bu yerda nima sodir bo'ladi? Siz bu harakatlarni qilganingizda bu yerda aslida siz erkakni egosini oziqlantirasiz. Bu jarayon qanday qilib sodir bo'ladi? Siz o'sha kuchli, sovuqqon pozitsiyangizni, ya'ni menga ham seni keraging yo'q, menga ham bu munosabatga men ham tupurdim degan bir sovuqqon niqobni taqqan bir vaqtingizda, ya'ni sizni o'sha agressiv holatingizda, kuchli bir holatingizda aslida erkak o'zini aybdor his qilmaslik uchun sabab topadi. Ya'ni u sizni o'sha kiyib olgan sovuq niqobingizni ko'rganida u aytadi: "Qara, unga ham bu munosabatni hech keragi yo'q. U kuchli va agressiv, kel, yaxshisi bugun unga yaqinlashmaymiz" degan bir ichki meni bilan kelishuvni tuzib oladi. Ya'ni u endi o'zini aybdor ham his qilmaydi. Qarang, bu xususiyat bilan ham siz o'zingizga minusga ishlayapsiz. Lekin siz bu munosabatda, mana shu vaziyatda, mana shu ziddiyatda, mana shu sovuqqonlik tushgan bir vaziyat munosabatda bir uzoqlashuv paydo bo'lgan vaqtda yuragingizni ochiq qoldira olsangiz, ya'ni o'z og'riqlaringizni bu qadar sovuq niqob bilan yashirishga urinmasangiz, uni ayblamagan bir holatda tushuntira olsangiz, ya'ni sizni og'riyotganingizni, o'zingizdagi og'riqlarni, munosabat sizga bu holatda qolish og'riq berayotganini partnyoringizni ayblamagan holatda unga tushuntira olsangiz, mana bu vaziyat endi boshqacha tus oladi. Psixikasi sog'lom erkak uchun agar rostdan ham uni egosiga zarba berishni istayotgan bo'lsangiz, mana bu sizni xatti-harakatlaringiz, ya'ni ojiz ko'rinishdan qo'rqmasligingiz aslida uni egosini kamtar qiladigan xususiyat hisoblanadi. Siz qilishingiz mumkin bo'lgan, siz ishlatishingiz mumkin bo'lgan eng kuchli qurol mana shu hisoblanadi. Bu aslida ko'pchilik hozir tanqidiy fikrda bo'lishi mumkin. Bu munosabat uchun erkakka yalinishmi, past ketishmi battar qiladi-ku degan bir fikrlarga borishingiz mumkin. Ishoning, psixikasi sog'lom erkak uchun bu haqiqiy munosabatdagi uni egosiga zarba berish usuli hisoblanadi. Ya'ni bu ayollik yadrosi bilan harakatlanish, ayollik yadrosidan foydalanish muloqot uslubida. Va sizni qaysidir vaziyatlar og'rityaptimi? Buni ko'p ham yashirmang, buni ochiq ayting. Buni aytishingiz mumkin. Faqatgina erkakni hurmatga bo'lgan, tabiat bergan ehtiyojini, ya'ni boshqaruvchilikka bo'lgan ehtiyojini hurmat qilgan holatda o'z og'riqlaringizni unga aytishingiz mumkin. Istasangiz bu vaziyatni yumshatish uchun siz ruxsat so'rang. Ya'ni sen bilan bir muammoni gaplashib olsam maylimi? Ya'ni bu munosabat uchun qo'yilgan birinchi ruxsat aslida uni hurmat qilayotganingizni ko'rsatadi ayollar. Va siz e'tibor bering, suhbat davomida, ya'ni og'riqlaringizni unga e'tirof etayotganingizda, siz ishlatayotgan so'z odatda men bilan boshlansin, sen bilan emas. Ya'ni uni ayblash bilan emas. Ya'ni anchadan beri sendan xabar olmaganim uchun men biroz xafaman. Men o'zimni shunday his qilyapmanki, ehtimol sen endi munosabatda menga qiziqmayapsan. Shu sababli hozir nima qilishni men e'tibor bering bilmayapman. Mana bu ayolning muloqot uslubi, qizlar. Biz ojiz ko'rinishimiz mumkin ayollar. Biz og'riyotganimizni aytishimiz mumkin ayollar. Bu yerda muammo yo'q. Bu sizni yalintirgan qilmaydi. Bu sizni kuchsiz pozitsiyaga qo'ymaydi. Va faqat muhim sharti uni ayblamasdan, og'riqlarda uni sababchi qilib faqatgina unda, ya'ni munosabatga aybdor u ekanini uqtirgan holatda unga o'rgatmasdan, unga tanbeh bermasdan, nasihat qilmasdan, nima qilish kerakligini aytmasdan og'rig'ingizni e'tirof eta olasiz. Bu bizning yutug'imiz, bu bizni tabiat bergan imkoniyatimiz. E'tibor bering, mana shu yerda siz unga ruxsat berdingiz erkak bo'lishga va unga o'sha masculine energyni uni qo'liga berdingiz. Harakat energiyasini unga berdingiz, unga ruxsatni berdingiz nimaga? Vaziyatni to'g'rilashga, boshqarishga, munosabat uchun nimadir qilishga, harakat qilishga, energiyani unga topshirdingiz. Mana bu esa munosabatni sog'lom balansini uyg'otadi. Va nihoyat uchinchisi, uni yo'qligingizni sezishiga imkon bering. Unga imkon bering, sizni yo'qligingizni biroz his qilishiga imkon bering. Odatda biz ayollar munosabatda ignor holatiga tushsak, e'tibordan chetda qolsak, partnyorimiz tomonidan e'tiborsizlikni his qilgan paytimizda, uni e'tiborni qaytib olishning yagona yo'li u uchun bor bo'lish deb o'ylaymiz. Social mediada yoki boshqa joyda umuman uni esiga tushishga qayta harakat qilamiz. Ya'ni bor bo'lishga harakat qilamiz. Aslida
natija esa buni teskarisida namoyon bo'ladi. Biz istayotgan natija buni aksini qilganimizda namoyon bo'ladi. Biz munosabatda uzoqlashuv ko'rganimiz zahoti u va siz uchun umumiy bo'lgan bir videolarni, bir ikkovingizni munosabatlaringizdagi dastlabki kunlarni eslatuvchi bir qandaydir narsalarni unga eslatishga harakat qilasiz. Uni esiga tushishga harakat qilasiz. Storylariga like bosmoqchi bo'lasiz, bosasiz, yozib ko'rasiz. Kichik bo'lsa-da bir bahona topasiz. Sizning maqsadingiz uni e'tiborini qayta jalb qilish, uni yana qiziqishiga sababchi bo'lish, ya'ni munosabatni uyg'otish bo'ladi. Aslida esa siz bu harakatlar bilan partnyoringiz uchun doimo mavjud bo'lasiz. Bu vaziyatdagi eng kuchli qurol sizsiz hayot qanday bo'lishini unga his qildirishga imkon berishdir. Va yana muhim nuqta shuki, men ataylab soxta manipulyatsiya bilan yo'qolib qolishni, yo'q bo'lib qolishni nazarda tutmayapman yoki soxta storieslar qo'yib, o'zingizni baxtlidek ko'rsatib, o'zingiz bilan ovoradek ko'rsatishni ham nazarda tutmayapman. Ya'ni erkakni orqa fonga qo'ygan holatda ichki e'tiboringizni ichkariga qaratib, boshqa bir yo'nalishlarga qaratib, boshqa bir hayotni sohalariga qaratgan holatda, ya'ni e'tiborni biroz uzoqlashtiring. Ishoning, erkak intuitsiyasi biz o'ylagandan ancha kuchliroq va bu unga seziladi. Bu energiya unga seziladi, sizdagi bu o'zgarish unga seziladi. Va yana siz rostakamiga hissiy jihatdan biroz bo'lsa-da bu erkakdan uzoqlasha olganingizda, ya'ni hissiy jihatdan e'tiboringizni boshqa narsalarga qarata olganingizda, buni biroz bo'lsa-da orqa fonga, hech bo'lmasa yon fonga qo'ya olganingizda aslida unda nima bo'ladi? Aslida agar sizga bo'lgan bir dona bo'lsa ham haqiqiy qiziqishi bor bo'lsa yoki o'rtangizda umumiy qandaydir iliq kimyoviy bog', ya'ni sevgi mavjud bo'lsa, munosabatda bir qadrli, ikkovingiz uchun ham umumiy bo'lgan bir qadriyat mavjud bo'lsa, bir dona bo'lsa ham qadriyat mavjud bo'lsa, bilingki, u o'ziga savol bera boshlaydi. Bugun men nimadir qadrli narsamni yo'qotdimmi? Nimadir hayotimda o'zgardimi? Bugun meni hayotimda kim yoki nima yetishmayapti? Men kimni yo'qotyapman? Uning egosi mana shu yerda ziddiyatga uchraydi. Ya'ni siz uni jazolaganingiz uchun emas, unga sizni sog'inishi uchun imkon berganingiz uchun bu ziddiyat yuzaga keladi. Ya'ni egosi bilan ziddiyat mana shu yerda yuzaga keladi. Va yana qaytarib aytaman, bu soxta e'tiborsizlik bilan, soxta uzoqlashuv bilan bu narsaga erishish imkonsiz. Ya'ni siz har soniyada uni telefon qilishini poylab turib, men undan hissiy jihatdan uzoqlashdim deb ayta olmaysiz. Albatta, bu oson ish emasdir, ammo hayotingizdan olib tashlamang. Uni shunchaki yon fonga, orqa fonga qo'yish orqali, fokusini boshqa narsaga, boshqa mashg'ulotga yo'naltirish orqali hissiy dam bering. Bugun oz bo'lsa-da ushbu videodan so'ng o'zingiz uchun, agar munosabatda erkak sizni ignor qilsa, e'tibordan chetda qoldirsa, sizga befarqlashsa, sizdan uzoqlashsa, nima qilish kerakligini o'zingiz uchun biroz bo'lsa-da tushunib oldingiz degan umiddaman. Va bularni hayotingizga asta-sekinlik bilan kiritsangiz nima bo'ladi? Ya'ni masculine energyni, ya'ni erkaklik energiyalarini asta-sekin hayotingizdan chiqarib, ular o'rnini ayollik energiyalar bilan to'ldirsangiz, ya'ni qabul qiluvchi energiyalar bilan, jarayondan zavqlanuvchi energiyalar bilan to'ldirsangiz, asta-sekinlik bilan partnyoringiz tomonidan munosabatlar yana jonlanayotganini, undagi harakatlar oshayotganini guvohi bo'lasiz. Va bu sizni munosabatda ko'rinmas odamga aylanishingizni oldini oladi. Va bular asta-sekinlik bilan hayotingizdagi o'sha siz kutgan ijobiy munosabatlarni olib kiradi. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying, kanalimni kuzatishda davom eting. O'zingizni ehtiyot qiling.